Moskva viloyatidagi maktabda sodir etilgan hujumda o'ldirilgan Tojikiston fuqarosi 10 yoshli Qobiljon Aliyev Shahinaf tumanining Ajam qishlog'ida dafn etildi. Inshaalloh твой сын тебя в раю ждет. Uning jasadi Moskvadan 18 dekabr kuni erta tongda Dushanbega olib kelingan. Jasadning keltirilishi kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida o'tdi. Aeroport xodimlari jurnalistlar ishiga to'sqinlik qildi va tasvirlarni o'chirib tashlashni talab qildi. Qobiljon Aliyev 16 dekabr kuni Moskva viloyatining Odintsovo tumanidagi maktabda 15 yoshli o'smir hujumi oqibatida halok bo'lgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, o'sha maktabda tahsil olgan voyaga yetmagan shaxs pichoq bilan avval qo'riqchiga hujum qilgan, so'ngra 4-sinf o'quvchisi Qobiljonga jarohat yetkazgan. Bola jarohatlar oqibatida o'lgan. Mamlakat Tashqi ishlar vazirligi hujumni qoralab, milliy adovat zaminida sodir etilgan deb bayonot berdi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Rossiya ichki ishlar vaziri bilan suhbatda hodisani har tomonlama va xolis tergov qilishni talab qildi. Jamoatchilik faollari Rossiyada bu kabi fojialar ksenofobiyaning kuchayishidan dalolat deb xavotir bildirmoqda. Bu juda ham bir yomon bo'lgan voqea. Ya'ni biz endi o'zimiz ham farzandlarimizni Moskva maktabida o'qitganmiz. 2021-yilda O'zbekistonga olib keldik. Ya'ni o'sha Moskva maktablaridagi tarbiya masalasida muammo bo'lganligi uchun minglab vatandoshlarimiz Rossiya maktablarida farzandlarini o'qitishyapti, yaxshi niyatlarda, ya'ni o'sha yaxshi ta'lim olsin, o'sha Rossiyada tirikchilik qilganliklar sababli majburlikdan balkim. Va albatta biz vatandoshlarimiz farzandlari bilan ertaga nima bo'ladi, bu bunaqangi jamiyat degan savol tug'iladi hammamizda. Hammamiz ota sifatida bu videoni ko'rib juda ham bir og'ir ahvolga tushdik. Shaxsan masalan o'zimga qattiq ta'sir qildi. Endi bu bilasizmi, bu shu ilgari ham aytganimizdek Rossiya jamiyatidagi oxirgi paytlarda bo'layotib turgan bir shafqatsizlik, yildan yilga mana shu rus, ya'ni slavyanga o'xshamaganlarga nisbatan munosabatni keskinlashib, og'irlashib boryapti turganligi, bunga siyosatchilar, davlat arboblari tomonidan o'sha kerak ko'mak berilyapti turganligi yoki mana o'sha asosan Telegram kanallarda, ya'ni o'sha millatchilar tomonidan ochilgan kanallarda hech narsadan tap tortmasdan, qo'rqmasdan shu boshqa millat vakillari, muhojirlarga nisbatan qo'yilayotib turgan doimiy ravishda ularni yomonlab qo'yilgan postlar, maqolalar, videolar, ularni kamsitish, tahqirlash, ularni bir dushman, bir jinoyatchi sifatida ko'rishga bo'lgan harakatlarda bir natijasida. Chunki bu 15 yoshli bola hali bu narsani albatta shu internetdan ko'rgan, u bilan gaplashgan, shular kimnidir ta'siriga tushgandan keyin o'zini shaxsiy muammolarini shunaqangi yo'l bilan hal qilishga bir qaror qabul qilgan bo'lsa kerak. Agar jamiyatda bunaqangi kanallar bo'lmasa, bunaqangi balki oilasida bunaqangi bir millatchilik ruhidagi bir suhbatlar bo'lmasa, bir yosh odamga bunaqa ta'sir qilmasligi kerak. Bu afsuski shu Rossiyaning oilalarida ham shunaqa suhbatlar bo'lishi, ko'chalardagi shu yoki bir odam o'rtasidagi suhbatlarda shunaqangi muhojirlarga bo'lgan yomon munosabat borib shu odamlarning shu miyasiga ta'sir qilyapti-da. Va bunga hukumat ham kerak bo'lsa joylarida faol yordam beryapti. Ayniqsa mana siyosatchilarning chiqishlari, tashabbuslari va mana shu millatchi ruhidagi tashkilotlar yoki shunaqangi axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilmaslik sababli mana shunaqangi narsa bo'lyapti. Bu juda ham Rossiya uchun xavfli vaziyat, chunki biz ko'p aytamiz, Rossiya ko'p millatli davlat. U yerda mana videodan ko'radigan bo'lsak, aytmayapti qaysi o'zbekmi, tojikmisan deb so'ramayapti. Qaysi millatsan deb so'rayapti. Ya'ni u bolaga shu rus millatiga mansub bo'lmasa, slavanga o'xshamagan bo'lsa bo'ldi. Farqi yo'q, u kavkazlik bo'ladimi, buryat bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? U hammasi uning uchun bir odam, ya'ni bir dushman sifatida ko'riladigan holat. Va bu Rossiya jamiyatini parchalanishiga, hattoki davlatni parchalanib ketishiga olib kelishi mumkin. Kuzatuvchilar Rossiya jamiyatida turli millatchi ruhdagi tashkilotlar faollashayotganini jamiyatda yuzaga kelgan salbiy holatlar bilan bog'lashmoqda. Rossiya hukumati bir necha yillar oldin bunaqangi millatchilar bilan o'yin qilib, ularga yordam bermoqchi bo'lib harakat qildi va oxir oqibat yaxshilik olib kelmaganligini o'zi ham sezdi va ularni faoliyatiga birdan keskin to'sib qo'ygan edi. Oxirgi yillarda mana shu urush boshlangandan keyin umuman mana shu
Rossiya hukumati o'zidagi bor muammolarni bir aybdori sifatida shu odamlarni noroziligini kanallashtirish uchun shunaqa muhojirlarga yopishib olgan, muhojirlarni doimiy ravishda tanqid qilish, yomonlash va bu yerda mana shunaqangi yana qayta o'sha millatchilik ruhidagi odamlar bilan faoliyat yuritish, hamkorlik qilish, ularga yengillik, yordamlar berish bilan shug'ullanyapti. Va bu narsa hozirgi vaziyatda juda ham og'ir, xavfli. Chunki biz ko'p sezyapmizki, ya'ni o'sha Rossiya jamiyatida nafrat kuchayib ketgan. Eng yomoni mana shu bolani shafqatsizligiga e'tibor berish kerak. Ya'ni bir o'zi ham yosh bo'lsa, ya'ni birinchi marta odam o'ldiryapti, lekin mana shu o'ldirishda hech qanday narsadan bir cho'chimasdan, qo'rqmasdan, haligi sovuqqonlik bilan o'ldirib bir necha marta pichoq tiqib, yana u bilan rasmga tushib, ya'ni selfie tushib, u ketyapti. U bilmayman, ancha-muncha katta odamga ham bu qiyin bu narsani. Birinchi marta shug'ullangan odamga, lekin mana shu sovuqqonlik qayerdan kelgan? Bu nafrat qayerdan kelgan buncha yaxshi? Ya'ni oddiy Rossiyani farzandlari, ya'ni yaxshi maktabda o'qib turgan bolalar shunaqangi holatga kelgan bo'lsa, endi tasavvur qiling, bir o'zida bir ilgaridan bir qamoqda o'tirib chiqqan yoki urushdan qaytgan yoki shunaqa bir banditlikka bir o'zida bir nimasi bor, nima deydi, va bular hali urushdan qaytgandan keyingi boshqa holatda nimaga olib kelish mumkin Rossiya jamiyatini degan savol tug'iladi. Va albatta Rossiya hukumati uchun juda ham chuqur o'ylash kerak bo'lgan narsa. Endi biz hozirgi kunda Rossiya hukumatidan bu narsani o'ylashdan umidimiz juda ham kam. Va lekin o'zimiz hukumatlardan bir so'ragan bo'lardikki, mana shu yerda minglab vatandoshlarimiz farzandlari o'qiyapti, yashayapti. Ularga ehtiyot bo'lish kerak, ya'ni chorasini ko'rishimiz kerak. Iloji boricha mana shu Rossiya hukumatidagi balkim o'sha idoralar vakillari bilan gaplashib, bu oxirgi vaqtda bo'lib turgan mana shu migrantofobiya bilan shug'ullanishni bas qilishni, umuman olganda bir dushman sifatida ko'rsatishni boshqa xalqlar vakillarini to'xtatish kerak va imkon bo'lsa sekin asta o'zbekistonliklarni men aytgan bo'lardimki, balkim boshqa davlatlarga ketish kerak. Chunki juda ko'p izohlarda ko'ryapmiz. Ketinglar endi, bo'ldi, endi bu yashab bo'lmayapti. Mana politsiyani munosabatiga chidash mumkindir. Lekin bunaqangi holatlarda endi juda ham qiyinda. Hamma o'zini muhojirlarimiz shu farzand boqaman deb yuribdi aslida ko'pchiligi. Endi u farzand yo'qotganlik bormaganda Rossiyaga. Bu qotillik Tojikistonda jamoatchilikning keng muhokamasiga sabab bo'ldi. Ozodlik muxbiri ayrim tojikistonliklarga mikrofon tutdi. Bular hozir hukmdor. Mana Novoy Ruskilar chiqqan hozir. Bolalari ulardan ibrat oladi. Kattalarimiz shunday qilyapti deb ular ham zo'ravonlik qiladi. Buni oldini olish kerak. Elchixonadagi amaldorlar buni qilishi kerak. Ular kursini olib mazza qilib o'tirishadi. Lekin nazorat qilishlari kerak. Rossiyaga yubormasang ham tirikchilik bo'lmaydi. Chunki ish masalasi juda og'ir. Mana hashamatli uylar ko'p qurilyapti-yu, lekin korxonalar kam. Masalan, mening qizim ham Rossiyada. Odamlar sharoiti yo'qligidan bolalarini yuborishmoqda. Agar sharoit bo'lsa, hech kim bormaydi. Endi har kuni bolalarini maktabga qo'rquv bilan yuborishadi. Bu videoni ko'rib juda siqildik. O'zingning millating qayerda bo'lsa ham ko'rib qayg'urasan albatta. Biz rus millatiga qancha yaxshilik qilsak ham, ular bizni hurmat ham qilmaydi, yaxshi ham ko'rmaydi. Millatchilik qilib bizning odamlarni o'ldiradi. Bizning 70% xalqimiz Rossiya va boshqa mamlakatlarda ishlaydi. Lekin ruslar bizni xushlamaydi. Biz ruslarga qanday tushuntirishni bilmayapmiz. Men shaxsan o'zim Rossiyada 5 yil ishladim. Mening farzandlarim ham o'sha yerda o'qigan. Lekin fuqaroligi yo'qligi sababli 2 sinf pastga qabul qilgan. Ko'cha-ko'yda ham ularning bizga nafrati sezilib turadi. Millatchilik bu tarixiy masala. Nafaqat sizlarni, balki Rossiyada bo'lgan eronliklar ham doim millatchilikni his qiladi. Men Sankt-Peterburg va Moskvada yashaganman. Bu og'ir muammoni ikki davlat hukumatlari o'zaro muhokama qilishi kerak. Bunga faqat u qotil bola gunohkor emas, bunga butun tizim gunohkor. Bolachaning umuman gunohi yo'q edi. Uning gunohi tojikligida edi. Tamom. Ko'proq muayyan ish joyi, ko'proq yaxshi ish joyi tashkil qilish kerak. O'shanda mehnat muhojirlari ketmaydi. Shu yerda ishlab o'z vatanlarini obod qiladi. Eng to'g'ri yo'l shu.